bolam kiysin deya yelib erta kech. O'zi yangi ko'ylak kiymagan onam. Hattoki bir burda nonni birga yeyishlikka ko'zi qiymagan onam. Salgina dard cheksam buzilib tinchim, dardim ko'proq uni qiynagan onam. Bir zamonlar menga allalar aytib, endi shikoyatlar tinglagan onam. Meni suyganlarini joni deb nisor, meni suymaganni suymagan onam. Bag'rini kuydirgan alamlar dog'i faqat o'tda xolos kuymagan onam. Xayrli tong. Tongni men bilan birga qarshi olayotgan qadrdonlarimga, yaqinlarimga yana bir bora assalomu alaykum. So'zlarimni eshitib turgan insonim, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Qalbingizni Allohim mehr bilan limmolim qilsin. Hech qachon ko'nglingiz kuz faslidek xazonli bo'lmasin, bahor faslidek gullab tursin. Bir-biringizga tabassum ila boqing. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Azizlarim, tinglab borayotganingiz tilaklarim siz uchun kanalim. Studiya mikrofonlari qarshisida esa Kamina Furqatjon Navrozov. Bugun 22-aprel, haftaning juma kuni, ulug' ayyom, ro'za Ramazonning 21-kuni. Barchangizga muborak va xayrli bo'lsin. Niyat qilib tutgan ro'zalaringizni Allohim o'z dargohida qabul aylasin. Bizga kelgan tilaknomalar esa Toshkent viloyati Ohangaron tumani Yevalak mahalla fuqarolar yig'ini, Navro'z ko'chasi 30-uyda yashovchi Ergasheva Muhabbatxon opamizni 57 bahorni qarshi olayotgan shukronali kunlari bilan turmush o'rtoqlari Sultonboy aka, farzandlar Iroda, Bahodir, Shahlo, Nasiba, kuyovlar Adham, Alimardon, nabiralar Behruz, Begzod, Kumushoy, kelinlar Rohila va bizga maktub yo'llagan qizlari Madinalar qalblaridagi go'zal niyatlarini yo'llab qo'yishadi. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan aziz, mehribon, oyoqlari ostida jannatimiz, mehribon onajon. Sizni bugungi shukronali kuningiz, tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Yaratgan egam sizni ikki dunyo saodati bilan mukofotlasin. Qadringiz qaddingizdan baland bo'lsin. Biz farzandlarni birovdan kam qilmay, o'zingiz yemay yedirdingiz, o'zingiz kiymay kiydirdingiz. Sizdek onajonimiz borligidan faxrlanamiz, g'ururlanamiz. Onajon, yuzingizdagi dog'larda, ajinlarda bizning xatolarimiz bor. Bilib bilmay dilingizni og'ritgan bo'lsak, biz farzandlarni kechiring. Uyimizni to'rini har doim to'ldirib o'tiring. 60 dan oshib, 70 ga yetib, 80 dan sakrab, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashganingizda ham farzandlar, nabiralar bilan shukronali kuningizni birgalikda nishonlash nasib aylasin. Dunyo kezib, umra haj safarlariga borib, Kabatullohlarni ziyorat qilishlik nasibi ro'za aylasin. Boshingiz hech qachon egilmasin. Egilsa ham doim 5 vaqt namozga egilsin. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sizni dunyolarga alishmas, sizga olam quvonch va shodliklar ulashib qoluvchi mehribon farzandlaringiz. Mening onam dunyodir, mehri to'la daryodir. Zimistonda yo'limga nur to'shagan ziyodir.